Assalomu alaykum, mana aziz vatandosh aka-ukalarimiz. O'zbekistondan Moskvaga yo'l oldik. Moskva Sankt-Peterburg yo'lanishda O'zbekiston nomerda Rosakam Captiva Epica Largus mashinada Cobalt mashinamiz ketdi. Qozog'istondamiz, Moskvaga ketyapmiz aka-ukalarimiz. Kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, ekranimizga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Captiva Epica Largus mashinada ketadigan aka-ukalarimiz bemalol telefon qilib murojaat qilasiz aka-ukalarimiz. Moskvadan Sankt-Peterburgdan odam olamiz akalar. O'zbekistondan Rossiyaga yetib ketdik. Bemalol ekranimizga nomerlarga murojaat qilsanglar, shunaqangi mashinalarda ketasizlar. Mana yo'lda propan quyapmiz. Aziz vatandoshlarimiz, mana Rosakam bizlarda ekranimizda ishonchli nomerlarga bemalol murojaat qilib telefon qilaverasizlar. Like, podpisa bosishni unutmanglar aka-ukalarimiz. Sog' bo'linglar, salomat. To'g'ri, Sankt-Peterburg Moskvadan olamiz akalar. Narxlari 8000 rubl, 7000 rubldan iborat. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekistonda 12 ta viloyatga tarqatib qo'yamiz.